Assalomu alaykum o'g'illar, hammaga salom. Bolalarimiz yangilar kelish to'xtamoqda. Kundan kun hammasi yangi kelyapti. Hop, yaxshi yumshoq xizmat qiladigan bolalarımizdan Nexia 2 Jiguli Damas'ga qo'yadigan bolalarimiz keldi. Damas'ga yangi nav keldi mana. Baroqqa kelyapti. Durabli 01 deydigan 170 Damas haydaydigan o'qilanga chekkasi ham turbicha turadigan sifatli protektor ham tomonga ham bu tomonga ketaveradigan vasta himoyasi bor. Buni Damas'chi o'qilarimiz kira qiladigan o'qilar ham ro'zg'or qiladigan o'qilar ham qo'ysa bo'laveradigan. Nimaga nostu? Buni kanallar chuqur tushgan jigar. Buni qo'ygandan ko'rgan yuraveradi, dalagan ketadi, qo'shni joydan yuraveradi. Bu joyga ketadi. Mana eng asosiy joyi zona funksiya M+S degandagi qorga yo'ng'ir xizmat qiladigan Econ firmasi. Econ firma garantini yana bitta yaxshiligi, hali berib olsangiz surilib qolgan yil eski surib o'tgan bolalar bo'lmaydi. Hammasi yangi kelayotgan bolalarimiz manzilimiz keladigan bo'lsa Yangi Qo'rg'on Center Mo'yinjon Soliq binosining yo'li murojaat uchun telefonlarimiz 93 366 400 90 596 408. To'lovlar keladigan bo'lsa to'lovlar sizga usullar bo'ladi. Xohlang naqd, xohlasangiz muddatli to'lovga, nasiya savdoga bo'ladi. Garantini sifatli bolalarga beraman. Damas jo'qida qo'shadi, o'ta go'zal bo'ladi. Mashinangiz ham yer ishlash yaxshi bo'ladi, tashlamaydi. Sifat, kachiti yaxshi, xudoga garantini M+S. Xizmatingizni qiladigan, probetga keladigan bo'lsa 100 ming, 110 ming, 104 unaqa emas. 80 ming, 70 ming yuribsizchiga maza qilib yurishga oladi. Shuni oladigan odamga jo'natib qo'ying. Shaharga tushib, yana oldab, baqa chiqib, yana ovora bo'lib chiqishmasin. Shega oldingizga yetib qo'yganman. Shu oladigan odamni shuna jo'natib olsangiz bo'lishiga sarson qilmasdan odam. Hammaga omad, aloqa chiqaverasizlar. Shu vaqtimiz endi bari Ramazon bo'ldi, sal ertaroq yo'qdi. Dek ertalab o'tishimiz soat 7:30-8 ga sheyda bo'lamiz. Sifatli xizmat qiladigan bolalar qilamiz, aloqa chiqaverasizlar. Ko'mir narxini aytib olasiz, Akhamboy. Okay, let's go. Fuck it, about to get your waist split and maybe kick the bucket. I'm not really the one that you should fuck with. Fuck it, about to get your waist split and maybe kick